Batareykalarni joylashtirish vaqti bo'lyapti. Mana bunday qilib bu chekada plus qoldiramiz. Kelamiz keyin zigzag plus minus. Agar 160 amper desa, ikkita qilamiz. Ikkita plus, ikkita minus. Shuning uchun 135 yig'adiganimiz uchun endi bag'aga qarab sekin bittadan bo'lyapti. Bittadan 23 dona. Keyin buni arasiga mana bunday kardonlarimiz bor. Tekistallik yubqasi. Bu izolyatsiya. Har bittasini arasiga qo'yib chiqamiz. Izolyatsiyasi bor, baribir kamlik qiladi. Shunga o'zimiz alohida qalin izolyatsiyadan qo'yamiz.